O'sroqchalarim o'zi dahshat narsa bo'ldi. Men 2021 oxiri 22 boshidan beri qidirayotgan atrimni qo'limga oldim. Prosta ishongim kelmayapti. O'sroqchalarim bu reklama emas, nafik. Chunki men bunga bisru para berdim. Sarson bo'ldim buni qo'limga olguncha. Necha yildan beri qidiryapman. Hozir bismillah deb ochamiz. Biling, shunaqa kutdim borku. Shunaqa sarson bo'ldim men bu atirni olguncha. Malaman degan katta Turkiyangizda yo'q. O'zbekistoningizda yo'q. O'zbekistonda nechta atirchilarga yetdim. Dubayga borib kelsalaring shunaqa olib kelinglar, ortiqcha pul bilan beraman deb. O'zim o'rtoqlarim Dubayga borishda dam olishga iltimos o'shani ilojini qilib topib kel dedim. Birontasi topib kelmadi. Смотрите, он вот так вот открывается. Voy! Dindirdi. Наконец-то. To'xtanglar, hidi yo'q hozir. Наконец-то bor. Voy xudojon, behisob shukr kunimga tuba rahmat. Ya onasini emsin. Mana hayot. Mana hayot sizlarga o'sroqchalarim. Jonidan. Xudojon, men qatilish. Ya nimaga o'rtoqlar, ya nimaga bu xursandchiligim sizlarga yetmasam bo'lmasdi. Bitta atirga shuncham. Evet, shuncha. Men atiri jinnisman, menga o'xshagan atiri jinnilari bo'lsa agar buni faqat tushunishadi. Buni bitta dona filiali bor. Bekorga emas-da, onasini emsin. Bekorga men buncha qiynalmadim. Shuncha qiynalganimni rohati bitta mana shu zapiqda deb bor-ku. Onasini emsin. Qancha anaqa deb bu. Dindirdi.